Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jo'jalarni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz yonyapti. Falakat. Duxovkani tepasi yoqmading. Namuncha boshingiz qattiq patnisimi pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir palakatni boshlaydi. Bo'ldi, o'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum odacha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada qari, xotinim kelgan bo'lsa ham palakat bo'lmadi. Kelinimni palakat aribdi. Nega meni doim palakat deyorasiz, tavba. Voy, Ada palakat aribdi-ku buni qali. voy, bunisi endi hetrik bo'ldi.